Diqqat, diqqat! Tezkor xabar. Shu yilning 31-fevral kuni noma'lum TV muxbirlariga noma'lum insondan shikoyat xati kelib tushgan. Bu shikoyat xatiga binoan hozirgi kunda noqonuniy hamda gigiyena qonun-qoidalariga rioya qilmagan holatda ishlab chiqarilayotgan kosmetikalar juda ham ko'payib ketgan. Bu kosmetikalar hozirgi kunda inson sog'ligi uchun juda ham zarar keltiradi. Siz esa Faberlic kompaniyasining mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonini o'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz va uning sifatiga qanday javob bera olasiz deyilgan shikoyat xatida. Biz shu kungacha Faberlic kompaniyasining mahsulotlari ishlash jarayonlarini o'z ko'zimiz bilan kuzatib kelmoqdamiz. Ko'rib turganingizdek, Faberlic kompaniyasining mahsulotlari har biri alohida e'tibor berilib, gigiyena qonun-qoidalariga rioya etilgan holatda ishlab chiqariladi. Faberlic kompaniyasi 18 yildan beri O'zbekistonda qonuniy ish faoliyatini olib boradi. Faberlic kompaniyasi har bir mahsuloti uchun halol sertifikat berilgan va ishlab chiqarish jarayonidan tortib to qadoqlanish jarayoniga qadar har biriga alohida e'tibor beriladi. Saqlash hamda qadoqlash va yetkazib berish jarayonlari ham juda ham qoniqarli. Faberlic kompaniyasida ishlayotgan ayollar ishlaridan mamnun. Sizlar bilan noma'lum TV muxbiri Muhabbat Ashurova bo'ldi. Sog' salomat bo'ling.